yo Alloh deb taksichi har kun ishga chiqardi. Ro'zg'oridan orttirib balonga pul yig'ardi. Yig'ganin qilgan savob ehsonidan ortmasdi. Taksichini bu fe'li xotiniga yoqmasdi. Bugun xotini yana tutaqib qildi ta'na. Ming yalinib yolvorsam ham sotib olmabsiz yana. 4 ta baloningiz sipsilliq boshingizda tap-taqir bir balo bo'lmasin deb xavotirdaman axir. Sal yetmadi-da xotin, shunga xo'p ovoraman. Bugungisini qo'shsam ertagayoq olaman. Yaxshi niyat o'y bilan ishga chiqdi ertalab. Bugun xotinjonimni xursand qilsam ne ajab. Haq rizqini berishiga sira shubha qilmasdi. Balon yorilib yo'lda qolishini o'ylamasdi. Omad chopib tushgacha tirikchilik bo'ldi mo'l. Endi balon olay deb magazinga oldi yo'l. Ketayotib yo'lidan chiqdi avtoda ayol. Darhol chetga to'xtatib so'radi hol va ahvol. Qo'lida bir murg'agi qallobga o'xshamasdi. Izida 3 ta bola yig'idan to'xtamasdi. Aka bevaman, yomon hayolga bormasin hech o'yingiz. Ko'chada qolib ketdik, yonib ketdi uyimiz. Bolalarim boqolmay bir necha kun yo'ldaman. Bu ketishda nomusimdan ajralishdan qo'rqaman. Buyuk Parvardigorning hurmati uchun menga tashlab ketsangiz devdim, non uchun 3-4 tanga. Taksichi hech o'ylamay cho'ntakka tiqdi qo'lin. Mana singlim deb berdi 4 ta balonning pulin. Ayol ko'rib bu ehsonni birdan mazasi qochdi. Yo Allohim deb yig'lab duoga qo'lin ochdi. Taksichi ko'p o'ylamay jo'nab ketdi ishiga. Xotinga ne deyman deb o'ylardi ich-ichida. Xuddi shu payt bir yigit juda bashang kiyimi qo'ng'irog'ini bosdi taksichini uyini. Eshik ochilib uzr so'rab u yigit dedi: "Opajon, eringizga bir omonat bor edi. Shunday deya tutqazdi bir qog'ozni qo'liga, berib qo'yarsiz" deb so'ng ravon bo'ldi yo'liga. Taksichini xotini xursand bo'ldi shu damda. Erim pul tashab kelgan balonchi shu ekanda. Qog'ozda yozilgandi manzili bir do'konni, hamda tezroq borsin deb bo'lsa agar imkoni. Va nihoyat taksichi uyiga yetib keldi. Xotini peshvoz chiqib unga qog'ozni berdi. Qog'ozni o'qib ko'rib yelkasin qisdi hayron. "Bu qanaqasi?" dedi. "Hazillashma xotinjon." Qog'ozdagi telefon raqamni ko'rdi terib. "Ha" deb ko'targan odam yig'lavordi bo'kirib. "Tinchlikmikan, ne gap?" deb taksichi yetib bordi. Do'kondorni ko'rdi-yu hayratdan qotib qoldi. Qo'lin o'pib do'kondor do'koniga kirgazdi va dediki: "Ming shukr, seni Xudo yetkazdi." Kiradilar tushimga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har kun mushkulin oson qil deb isming aytib inchilun. Ne sababdan bilmadim azizsan Alloh uchun shafoat qilgum derlar oxiratda mahshar kun. "Ol" dedi, "xohlagancha hadya qilay molimni, gar yetmasa sen uchun fido qilay jonimni." Do'kondor taksichidan ayamay himmatini, yap yangi mashinani tutqazdi kalitini. Birodarlar, savobdan savobning farqi katta. Qilingan har yaxshilik aniq qaytar albatta. Savobning eng ulug'i himmat hamda matonat. O'zing muhtoj paytingda qila bilsang saxovat. Muallif Xorazm viloyatidan Maqsudbek Sobirov, Og'abek Sobirovni akalari. Salomat bo'linglar.